boqlayotgan ko'rmaysizmi o'sha qizga masalan? Mana bu boladan nima hayot hozir vaqtni orqaga qaytarib bitta odamni tiriltirib beradi. Men hozir buni ayblamayman, unda ham ayb. Hozir eng qizig'i bunda ham ayb bor, unda ham ayb bor. Bu ikkalasi-ku, bu bittasi masalan uylanmagan ekan, u ikkita uchta er ko'rgan ekan, ota-ona qarayapti u yoqdagilar. To'g'rimi? Bu qizni ota-onasi ham bilar ekan bu bilan nikohsiz yashab yotib turib yurganini. Ha? Mana uni nima uylashyapti masalan? Raz mana u xo'p bitta qizni nima qilsan, nikohingga olavermaysanmi? Ha, to'g'rimi? 8 ta erga tegib chiqsa ham, shu yo'lga kirding, mana qadam qo'yding. Men qattiq o'shab shuni oxirigacha yetmading, to'g'rimi? Aka, xafa bo'lmang, men ashuna qattiq gapiraman-da, tushundingizmi? Chunki bu haqiqat. Hozir siz vaqtni orqaga qaytarib, mana shu qizni tiriltirib bera olmaysiz. Bitta men emas, hamma. Tushunmadim. Bitta men emas, hamma ham qaytarib tiriltira olmaydi. Xo'p, biz nimamiz emas, uni so'ralmaymiz biz. Ertaga o'sha kuni mana nima bo'lgan, nima qilgansizlar men bilmayman. Lekin mana shu qizni xo'p o'sha ichar ekan, boshqa ekan, qo'poqlayotgan ko'rmaysizmi o'sha qizga masalan? Bunday qilib qilsa borib o'sha uylanadigan qizingizga uylanib olmaysizmi O'zbekistonda? Qo'lingizdan kelmas ekan, aroq ichishni bilar ekansiz. Karisga tegib chiqib, baribir bir aqlini yig'ishtirib olmaganligini bilar ekansiz. Yo eplanmasligingizga aqlingiz yetsa masalan, yig'ishtirib qo'ymay, siz o'ylagansiz, kelsangiz ovqatingiz tayyor, joyingiz tayyor, quchoqlab yotgan odam bor, ko'chada aylanib yurgan odam bor. Sizga bir igrushka bor degandek men nazarimda shunaqa bo'lyapti-da. Tushunyapsizmi? Siz foydalandingiz bundan. Foydalandingiz. Mana oxiri mana shu uksusni ichaman debdi, siz qahramonlik ko'rsatib olib qolibsiz. Bitta shu ishni qo'yiladi sizlarga. Xafa bo'lmang, men shunaqa gapiraman. Xo'p, hozir nima qilasiz? Endi men hozir sizlarni hozir qo'poqlayotganda men buni davlatimizga ham rahmim keladi-da, to'g'risida. Endi to'g'ri, masalan, xorijda ishlayotganlarni davlat tomonidan jo'natilinadi-da, asli. Lekin nima qilib o'zini aybi bilan, bir-birini harom xarid sevib qolib va bunaqa qilib o'zini osib qo'yib, u yerda bolalarni yetim qilib, mana uni nima qilib, mana shuncha odam ovora hozir, ana karisda nima ayb, u aynagini nima sindirishadi, to'g'rimi? Davlat endi mana shu bitta marhumani jo'natish uchun hozir to'g'risini aytaman, 7,5 million pul sarflaydi Koreyaning sharoitida. 7,5 million won. Unday olib qarasangiz 5,000 dollardan oshiq pul bo'ladi. U davlat byudjetidan sarflanyaptimi? Nima foyda bularni jo'natib masalan? Xo'p, ishlayotgan bo'lsa, bir baxtsiz hodisa bo'lsa mayli, lekin men hozir vijdonim qiynaladi, to'g'risida. Men ham hozir aytaman, u tegishli odamlarga, mayda bitta odam o'lib qolibdi, shuni davlat tomonidan jo'natib beraylik deb aytaman-da. Hozir ular ham endi o'lganda kunidan xo'p shu qonunda bor ekanda jo'natib beradi. Lekin aslida o'zimda olib qarasangiz, nohaqlik-da bu. O'zini harom-xaraj ishi bilan qayerdadir o'lib ketadi-da, unga davlat keyin majburmi o'ligini jo'natishga? To'g'rimi? Davlat byudjetidan ketyaptimi? To'g'rimi o'sha? Shuning uchun men aytmoqchimanki, hozir men bunaqa paytda-chi, davay qil o'zing deyishga haqqim bor-da. Sen qil o'zingni. O'zing qil, davay shuncha ishni qilsan, bor BMW'ni sot. Mana marhumani jo'natsam, jo'natasizmi hozir? Mana 7,5 million ketadi anaqaga jo'natishga. Tushundingizmi? Ana u morg xoningiz ertaga 500 ming atrofida chiqadi. Ana u nimas 1,5 million, o'sha 2 million, yog'i 7,5 million sizga hozir 9,5 million pul kerak ekan. O'pishi masalani hal qilishingiz uchun, o'sha marhumani O'zbekistonga jo'natishingiz uchun. Topalasizmi 9,5 million? Hammasini topolmasa, qolganini kim topadi? Qolganini men bilmayman. Demak, o'zingizda pul bormi shunda? Ehson, men dodni sezam, ehson yig'mayman. O'zimdan chiqadi. Bo'ldi, lekin men aka, mana shu videoni qo'yib yuboraman hozir. Nimaga deganda, odamlar bilsin. Ana u O'zbekistonda ota-onalar bilsin. Mana mencha qizini Koreyaga qo'yib yuboradi-da. Qaysi aql bilan, qaysi farosat bilan shuncha och bo'rining ichiga qo'yib yuborarkin shular? Ha?
bu Koreyani bu nari mahalla deb o'ylasharmikin, a? Ko'rayotganlar, ko'ryapsizlarmi sizlar? Mana shunaqa bu-ku mana er ko'rib, yana bitta er ko'rib chiqqan qizda. Mendekkina qizlarni jo'natib yuborishadi-da. Yana undan uyda o'tirib olib, qizim pul jo'natib qo'yishlariga o'ylayman yana. O O'zbekistondagi ota-onalarga aytyapman-da. Tushundingizmi? Endi men hali odatim borki, men shunaqa derskiyroq gap, men hozir sizni so'kib tashlagim kelyapti. Boshqacha gaplar kelyapti. Zo'r o'zim bosib turibman. Chunki meni odam qaytib kelmaydi endi. Bo'ldi. Bitta bolani yetim qildilaring, уже bo'ldi, u qaytib kelmaydi endi. Endi siz ham borib hozir xuddi bir tog'ni talqon qilib kelgandek borib hozir mana videoda teskari qarab video qilyapmiz, borib endi bitta qizga uylanasiz-da. To'g'rimi? Shunaqa bo'ladimi? Hozir video qilaylik desam, "Yo, aka betim chiqmasin" dedingiz, to'g'rimi? Xatoingizni tushundingizmi? Xatoingizni pushaymonmisiz? Ha? Men sizgacha jazo berib qo'ya olmayman. Men hech kimman aka siz oldingizda. Prosta kechasi, yarim kechasi 2 da telefon qilib, "Avaz aka" dedingiz, necha yuz kilometrdan keldim, to'g'rimi mana shu yerga? Endi sizni shunday tashab ketsam, siz hayotda mana shu qizni yuvib kafanlab O'zbekistonga jo'nata olmaysiz. To'g'rimi? Qo'lingizdan keladimi? O'sha chagiya deb dengizlarda quchoqlashib, live story qilib, hozir telefoningizni qarasam, nechta quchoqlashib tushgan rasmingiz bor. Yaxshi ko'raman, sevgilim deb, to'g'rimi? Hozir o'sha sevgilingiz oldiga kirib, shunday nima xaladonni ochib beramiz, xaladinlikda yotibdi. 1 minut tura olmaysiz oldida. 1 minut turib berolmaysiz aka. 1 minut. Shuning uchun aka odam bunday o'ylash kerak aka. Masalan, bunday qarab, men sizga bitta zo'r gap aytayim. Singlingiz bormi? Opingiz bilan men shu ishni qilsam, siz xo'p deyaverasizmi? Masalan, opingiz bilan, opingiz borku, to'g'ri? Opingiz bilan men opingizni aldab, mana shu yerda yashab, nikohsiz, bilganimni qilib, oxiri bir narsalarni boshib o'lgandan keyin ayta bezrayib tursam, nima qilarardingiz aka siz meni? Men so'yib yuborarmidingiz meni? Ha? Uni ham akasi bor ekan. Endi o'zlaring hal qilasizlar bu yoqni. Men aralashmayman o'rtalaringga. Endi kim nima qilsa o'zi meni vazifam aka. Kerakli odamlarga bu gapni yetkazish. Mana O'zbekiston fuqarosi nima bo'lib o'libdi desa, mana shu sababga ko'ra o'libdi. Mana u pasporti ekan, mana u bunaqa adresi ekan, mana u yotgan morgxonasi ekan deyman. Menga aytishadi, Avazbek, o'sha qizni yuvib kafanlab, biz musulmonmiz, shariat qonun qoidasi bo'yicha O'zbekistonga chiroyli qilib jo'natib bering desa, men xolis yordam beradigan odamman. Kelishimga sizdan 1 so'm pul so'radimmi? Ketishimga ham so'ramayman. Hozir men ertaga o'sha morgxonaga ham boraman. Men bugun shu shaharda qolib morgxonaga boraman. Menimcha 3 kun, 4 kun vaqtimiz ketadi, mana shu qizni o'ziga. Tushundingizmi? Bo'ldi, hamma xarajatini siz to'laysiz o'zingiz. Bo'yningizga olasiz. Men hozir xohlamayman, ihson yig'ishni xohlamayman. Siz mashinangizni sotasizmi? Ko'chaga chiqib o'zingizni sotasizmi? Menga farqi yo'q. Qarz olasizmi? Kredit olmang faqat. Pulni bering, menga bermang. O'sha firma hisobiga to'laysiz, xohlasangiz daxt olib borib bering, xohlasangiz kartaga olib borib bering. O'sha firmani hisobiga to'laysiz, ertaga kasalxonalaringizni to'laysiz. Men o'sha ayolingizni bir o'zbek ayollardan iltimos qilaman, yuvib kafanlab, chiroyli qilib dokumentlarini qilib jo'natib beraman. Lekin mana shu videoni Instagramga qo'yaman. Ko'rganlar xulosasini qilib olsin. Mana oxiri mana shu. Harom yurishning oqibati mana. To'g'risi aka. Endi ertaga aka, mana bugun kech kirdi. Soatingiz necha bo'ldi? Xo'p, 12:30 bo'pti bugun aka. Qarang, mana ne'matlarni qarang, chochilib yotishini qarang. 12:30 bo'pti. 12:30 bo'lgan bo'lsa aka, ertaga soat 9 da aka, 9 da. 9 da biz siz bilan anaqada ko'rishamiz. Mana morgxonada, ha? Morgxonada ko'rishsak, ertadan xudo xolasa menga pasportini, ha? Zagran pasport bormi? Bo'lishi kerak. Qayerda bo'lishi kerak?
şeylar bo'lsa kerak. Davay qarang. U Melisa olib ketgan bo'lishi ham mumkin lekin. Ha. Qarang shuni. Adashmasam Melisa olib ketib berdi, kashiloga turardi-da. Qarang. Bunday qilingchi. Rasmi bor ekan-a? Nimalar bu? Namozni o'rganaman deb yozib yurgan ekan-da. O'zbekcha qilib, a? Tasbihlar kimniki? Ayolingiznikimi? Ayolingizniki, o'sha qiznikimi? Bu betlarni o'zingiz yig'ishtirib, aka, bitta so'mkaga solasiz. Bo'ptimi? Uni kichkina so'mkani olib keling baqa. Ertaga marhumni jo'natayotgan paytimizda aka, agar men anular bilan gaplashaman, qo'shib jo'natib yuborish imkoniyati bo'lsa, jo'natib yuborasiz-da. Mana unda emasmi pasport? Shunda shekilli. Mana pasport. Mana. Yonda kashiloga ID kartasi. Rasmini ko'rsatmay qo'ying. O'shab turingchi. Mana O'zbekiston pasporti ham bor ekan. ID kartasi ham bor ekan. Pravasi ham bor ekan. Mana shuni shunday olib ketaveramiz aka-mi? To'njam bor ekan. Bu shotlarda pullari bo'lsa, ayalariga olib bering. Bo'lishi mumkinmi puli? Bo'lishi mumkin, ha. Ayalariga olib bering pullarini. Bu boshqa hech narsa yo'q ekan. Bu dokumentlar ekanda bu. Melisalar ham shu yerda qaramabdi-da. Melisalar ham manchalik qaramabdi, ko'ryapsizmi? Juda qarayman-da. Xo'p, mana bu narsalari bor-ku aka. Hammasini bitta salafanga solib, nimasi bo'lsa, aka? Kiyim. Mana kiyimlarini ham, mana bunda oching-da mana. Shu kiyimlarni hammasini aka. Mana unga soling bitta so'mkaga. Solib, pulni ayasiga jo'natib bering. Ertaga shuni ham nimasiga qolib o'tirmang, gap so'ziga. Bu uyni topshirish kerak ekan, aka. Qarang, men ana shu qiz bo'lib o'ylab ko'ryapman-da, bunday kelganda. Kelgan. Qarang, o'zini osganda ana zakolga tushib qolganda. Bunchalik darajaga ro'molga osgan dedingizmi? Qani o'sha ro'mol? Melisa olib ketdi buni. Melisa olib ketdi? Olib ketdi Melisa. Endi u ro'molda ham izlaringiz qolganmi? Kim ro'molda ushlagan? Shu boyagi sherik. Sherigingiz ushlagan. Siz ham ushlaganmisiz? Polis tekkanmi shu ro'molga? Men shoshilib kirganda ushladim shekilli adashmasam. Yo'q, qo'lim tushdi yo tushmadi. U o'zlari bilishadi. Ochib ana ko'rdimda bir qayda. Ro'molda qayerlariga polis tekkanligiga qarab turib, ular ham ja xushyor ular ham. Xullas, aka, endi meni uyni topshiring. Pulingizni oling. Qancha pulim bor dedingiz? 3 millionmi? 3 million bu yerdan ham chiqsa bir 5 million atrofida bo'lib qoladimi? 5-6 million. Yo'q, tushundim, qarang. O'zingizda 3 million bormi? Naqd hozir? 3 million bo'lsa, meni uyni pulidan ham 5 million chiqadi, to'g'rimi? Mashinadan qancha chiqadi? Hozir o'zimda yo'q. Xo'p, qarang. Qarang. 3 million pul meni uydan chiqadimi? Ha, bu uydan chiqadi. Xo'p, mashinadan qancha chiqadi? Undan ham 3 million chiqadi. 6 million bor-a? Bo'ldi, men hozir ko'chaga chiqib mashinani egasi bilan gaplashaman. Mashinani egasi o'lib qoldi, davay mashinani qaytarib ol deyman. Agar xo'p desa, yo'q deyishga ham haqqi bor-dimi? Xo'p desa, men vaziyatni tushuntiraman. 3 millionni sizga berib, mashinasini qaytarib olib ketadi. Agar yo'q olmayman desa, mashinasini sotuvga qo'yib, pulni chiqarib, unga 2,5 millionni berib qo'yamiz. Bo'ptimi? Shunda 6 million pulingiz bor ekan sizda hozir, to'g'rimi? Yana bir 3,5 million, 3 million atrofida pul topsangiz, inshaalloh muammo hal ekan.